Assalomu alaykum, assalomu alaykum. 29 noyabr bog'imizga kelib mana davom ettiryapmiz kesishlarimizni. Kesiladigan olmalarimiz 15 yosh 15 yosh oshgan bo'lsa kerak. Olmalarimiz eski boq. Qarib qolganlar ham bor ekan orada. Mana shu holatda kesyapmiz. Qanaqa usul deydi? KGB deymi? Vaza deymi? Kommentariyada yozinglarchi. Mana mevalarimiz. Mana shu hosillarimiz hammasini bersa ancha hosil olinadi bundan. Endi maqsad pastdan turib uzish niyatda hozir ko'pchilik xarajatni, harakatni kam qilish maqsadida. Semiryanka pervasxod aralashmaydi olmalar. Nimada to'g'ri, nimada noto'g'ri qilyapmiz? Maslahat yuradiganlar ham bor, maslahat oladiganlar ham bor. Biz ham bilganimizcha bog'bonlikda yuribmiz, harakatdamiz. Endi bu oshnamizni bog'ini bir ko'rib berib turamiz. Bahorda, kuzda, endi bir kuzda kesyapmiz, bahorda kesar edik. Yozda kesh qilsa yaxshi bo'lardi. Biz yoz kesh ham qilib qo'yganmiz, o'shaning uchun o'sha hisobiga mana buni olmalarimiz to'xtagan. O'suvchi shoxlar kam mana bu tarafda. Mana ko'ryapsizlarmi? Ichida mayda shoxlar bor xolos. Kuchli o'sishlar to'xtagan. İki yıl aldım bu olmalarımız ormanıydı. Sekin sekin şu holatga olib keldik. Pasaytirib. Mana meva shoxlar o'shancha. Xohlasa mevalar pastga tushgan. Do'stlar, omon bo'lamiz. İşte davom ettiraylik. Namangan norim. Namangan norim. Mana shu olmamizni boshlaymiz. Semiryanka, pervasxod. Semiryanka. Endi bu paytlarda aralash qo'llash ekilayotgan. Yaqin 10 yildan beri endi bobonlarimiz izlanib o'zgarishlar, yangi usullarda qilishyapti. Endi bu mustaqillikdan keyin berilgan bog'lar o'sha paytda ekilgan. Omon bo'linglar. Sog'lik, omonlikda ko'rishamiz.